Akalar, dam olgani shunaqangi zo'r joy topib olganman, boshqa bomba. Manzaraga bitta baho beramiz. Shu tog'larni bag'rida akalar, tog'lar qaranglar go'zalligini. Soyda oqib turishi xuddi dengizda ovoziga o'xshaydi. Pastda ham shunaqa sharoitlari bor. O'choq qozonlari bilan mangal hamma sharoit qilib berishgan. Ichkarisi bundan ham go'zal akalar. Ichkarini bitta ko'rsatamiz. Qani, ichkarida PlayStation, o'ynayman deganlarga bilyard, stol, barcha sharoit bor xullas dam olishga. Hojona, hojotalarda oilaviy maza qilib dam olib ketsangiz bo'ladi. Xo'p, mana bu yerda yotoqxonasi bor. Buni ham bitta ko'rsatib beray. Mana yotoqxona. Mana bu yerda derazani ochib qo'yib, bir kun mana shu yerda uxlasangiz, sizlarning g'am tashvishlaringiz bor, sizni anchagacha tark etadi. Siz bilan urush qilgan bo'ladi. Bu yerda men o'tgan yili kashf qilganman, xuddi Kolumb Amerikani kashf qilgandek. Ichkarida ham oshxonalar bor, bemalol ovqat qilib. Bu yerda yana bitta yotoqxona bor. Maza qilib dam oladi. Ikkita, uchtagacha mashinada odam kelib, mana shu joyda dam olib ketsa bo'ladi. Namangan Chodak. Kelishga arziydi. Akam kimi bo'lsa qo'yavermaydi, tekshirib albatta. Hojoni hojotalar uchun alohida sanzillarimiz bor. Tahorat qilib, namozlar o'qib, maza qilib damda olib, oxirida iloho men bolam topgan tutganga Alloh baraka bersin. Bitta duo qilib ketadigan joy.